Bel grijasi endoskopik operatsiyasining plyus va minus tarafi qanday? Afzallik tarafi shundaki, og'riqdan qisqa muddatda va deyarli butunlay xalos bo'lish mumkin. Ya'ni shifoxonada 2-3 kun bo'lasiz va kuchli og'riqlar to'xtaydi. Agar yengil ish qilsangiz, 10-15 kunda, ishingiz og'ir bo'lsa, 2-3 oyda ishga chiqishga ruxsat beramiz. Tunda uxlatmaydigan va erkin yurishga bermaydigan og'riq xurujlari ham to'xtaydi. Lekin qanchalik zamonaviy va kichik kesim bilan demaylik, bu baribir operatsiya va uning kamchiliklari ham bor. Birinchisi churraning qayta chiqishi. Statistikada 5% keltiriladi. Ya'ni qayerda operatsiya qildirmang, bu xavf har doim mavjud. Kelajakda vaznni kamaytirish va mashqlar qilib yurish qayta chiqish ehtimolini sezilarli kamaytiradi. Yana bir kamchilik bu albatta narx. Operatsiyada faqat xirurg emas, operatsion komanda ishlaydi. Bundan tashqari hozirgi operatsiyalar faqat skalpel va qisqish bilan qilinmaydi. Ishlatiladigan instrumentlar va kamera tizimlari nozik va qimmat. Lekin ayrim hollarda bir necha oy davolanishga bundan ko'proq mablag' ketib qolishi hisobga olinsa, buni yaqqol kamchilik ham deb bo'lmaydi. Sahifamda shunga o'xshash mulohazalar va ishlarimizni joylab boraman. Obuna bo'ling va kuzatib boring.